Aziz tomoshabinlar, bugungi ma'lumot juda muhim. Bu masala pensiya olayotgan har bir insonning puli, hujjati va xotirjamligiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa 1930 yildan 1935 yilgacha tug'ilgan pensionerlar orasida shu oydan yangi tekshiruv boshlanar ekan. Pensiyani to'xtatib qo'yishar ekan. Hujjatlarni qayta topshirish kerak ekan degan gaplar ko'paymoqda. Men bugun sizga mutaxassis sifatida bu tekshiruv nimani anglatishi, kim xavotir olishi kerak, kim esa bemalol bo'lishi mumkinligi eng muhimi. Pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun nimalarni hozirdan tayyorlab qo'yish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik aylanmayda ko'ringan bitta xato sabab oyma-oy oladigan pulidan vaqtincha ayrilib qoladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu yerda pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ularning farzandlari uchun eng kerakli huquqiy va amaliy ma'lumotlarni tushunarli qilib berib boraman. Avval qanday edi? Oldin ko'p holatlarda pensiya tayinlangandan keyin odam o'z pensiyasini yillar davomida olib yurardi. Albatta ayrim tekshiruvlar bo'lgan. Yashash joyi o'zgarganmi? Bank kartasi ishlayaptimi? Odam haqiqatda tirikmi? Nogironlik muddati tugamaganmi? Ish staji bo'yicha ma'lumotlar to'g'rimi? Shular tekshirilgan. Lekin ko'p narsalar qog'oz hujjatlar, arxiv ma'lumotlari va fuqaroning o'zi olib kelgan ma'lumotnomalarga bog'liq bo'lgan. Endi esa vaziyat o'zgardi. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Pensiya jamg'armasi, soliq organlari, FHDYO, banklar, mahalla, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, migratsiya va boshqa tizimlarda turli ma'lumotlar bor. Ana shu ma'lumotlar bir-biri bilan solishtirganda ayrim nomuvofiqliklar chiqishi mumkin. Masalan, bir joyda familiya eski yozilgan, boshqa joyda yangi pasportdagi shaxlida yozilgan. Bir bazada tug'ilgan sana bir kun farq bilan kiritilgan. Bir joyda odamning yashash manzili eski, boshqa joyda yangi. Yoki pensiya hisobida ishlatilgan ish staji bo'yicha hujjat arxida boshqacha ko'rinadi. Shu sababli yangi tekshiruv deganda hamma pensionerni jazolash yoki pensiyani ommaviy to'xtatish tushunilmasligi kerak. Aslida maqsad ko'pincha ma'lumotlarni aniqlashtirish, ortiqcha yoki noto'g'ri to'lovlarning oldini olish, pensiya to'g'ri hisoblanganini tekshirish va haqiqiy huquq egalariga pul o'z vaqtida yetib borishni ta'minlashdir. Lekin men ochiq aytaman, agar hujjatlarda chalkashlik bo'lsa, odam chaqiruvga beparvo qarasa, bank kartasi bloklangan bo'lsa yoki yashash joyi o'zgarganini bildirmagan bo'lsa, pensiya to'lovi vaqtcha ushlanib qolishi mumkin. Birinchi navbatda kimlar diqqatli bo'lishi kerak? 1930-1935 yillar oralig'ida tug'ilgan pensionerlar deganda juda katta guruh nazarda tutiladi. Bu guruh ichida yoshi 60 dan oshgan, 70, hatto 90 yoshdan o'tgan insonlar bor. Ularning hujjatlari ko'pincha eski davrlarda rasmiylashtirilgan. Ish staji eski, mehnat daftarchalarida ba'zi korxonalar yopilib ketgan, arxivlar boshqa joyga ko'chgan, ayrim yozuvlar qo'lda yozilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun aynan shu yoshdagi insonlarda texnik xatolar ko'proq uchraydi. Masalan, birinchi holatni olaylik. 1952 yilda tug'ilgan Akmal aka 2012 yildan beri yoshga doir pensiya oladi. Pensiyasi hisoblanganda 32 yil ish staji inobatga olingan. Mehnat daftarchasida u 1940 yildan 1994 yilgacha zavodda ishlagan deb yozilgan. Lekin elektron arxivda zavod nomi keyinchalik o'zgargan. Ayrim yillar bo'yicha buyruq raqamlari ko'rinmayapti. Tekshiruvda tizim ma'lumot aniqlashtirilsin deb belgi qo'yadi. Bu Akmal akaning pensiyasi darhol bekor bo'ladi degani emas. Lekin undan mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi yoki ish joyi voris tashkilotidan tasdiq talab qilinishi mumkin. Agar u men baribir pensiya olyapman-ku deb bormasa, masala cho'ziladi va to'lov vaqtincha to'xtab turishi ehtimoli paydo bo'ladi. Ikkinchi holat. 1927 yilda tug'ilgan Halima opa bank kartasi orqali pensiya oladi. Opa qizi bilan boshqa tumanga ko'chib ketgan, lekin doimiy ro'yxat eski manzilda qolgan. Bank kartasi muddati tugagan. Telefon raqam ham o'zgargan. Pensiya tizimi pulni o'tkazadi, lekin bank kartasi faol emas yoki SMS tasdiqlash eski raqamga ketadi. Oila esa pensiyani to'xtatib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida muammo huquqda emas. Texnik aloqa va bank ma'lumotlarida bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda bankka borish, kartani yangilash, telefon raqamini almashtirish va pensiya bo'limiga ma'lumot berish kerak. Uchinchi holat. 1933 yilda tug'ilgan Sobir aka nogironlik pensiyasi oladi.
uning nogironlik guruhi belgilangan, lekin ayrim guruhlar muddatli bo'ladi. Agar qayta ko'rik muddati kelgan bo'lsa va odam belgilangan vaqtda tibbiy ijtimoiy ekspertizadan o'tmasa, tizim avtomatik ravishda huquq muddati tugadi deb ko'rsatishi mumkin. Sobir aka o'zini yomon his qilgani uchun bora olmagan bo'lsa ham, hujjat bo'lmasa, to'lovda muammo chiqadi. Shuning uchun nogironlik pensiya oluvchilar ayniqsa o'z hujjatidagi muddatlarga qarashi shart. 4-holat. 1939 yilda tug'ilgan Nuriddin ota pensiyani naqd pul shaklida oladi yoki yaqinlari orqali oladi. Katta yoshli insonlarda ba'zan ishonchnoma bilan pul olish holati bo'ladi. Ishonchnomaning muddati tugagan. Lekin farzandlar buni bilmaydi. Yetkazib beruvchi yoki bank xodimi pulni bera olmaydi. O'yla, tekshiruv sabab pensiya bermayapti deb o'ylaydi. Aslida ishonchnoma yangilanishi kerak. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, notarial tartib, uyga chaqirish, qonuniy vakillik masalalarini to'g'ri rasmiylashtirish zarur. Endi kim xavotir olmasligi mumkin? Agar pasportingiz yoki ID kartangiz joyida bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, pensiya turida o'zgarish bo'lmasa, nogironlik muddati tugamagan bo'lsa, ish staji bo'yicha oldin bahs chiqmagan bo'lsa, sizga vahima qilishning hojati yo'q. Tekshiruv bo'lsa ham, bu odatiy ma'lumot solishtirish jarayoni bo'lishi mumkin. Muhimi sizni chaqirishsa, telefon qilishsa yoki xat kelsa, beparvo bo'lmang. Hujjat so'ralsa, o'z vaqtida topshiring. Men tomoshabinlarga doim shuni aytaman. Pensiya masalasida eng katta xato bu menga tegmaydi deb yurish. Chunki xato sizdan emas, tizimdagi eski yozuvdan, arxivdagi noto'g'ri raqamdan, bankdagi faol bo'lmagan kartadan yoki manzil ma'lumotidan chiqishi mumkin. Siz aybdor bo'lmasligingiz mumkin, lekin aniqlashtirish jarayonida faol bo'lmasangiz zarar ko'rishingiz mumkin. Raqamli misol bilan tushuntiraman. Faraz qiling, pensioner oyga 1.200 ming so'm oladi. Hujjatdagi bitta nomuvofiqlik sabab to'lov 2 oyga ushlanib qoldi. Keyin hammasi to'g'rilansa, ko'pincha tegishli summa qayta hisoblanib berilishi mumkin. Lekin shu 2 oy davomida dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, qarz majburiyati bor. Odamning asabiylashishi, oila ichidagi noqulaylik, bank va idoralarga qatnash xarajati ham bor. Demak, hujjatni oldindan tartibga keltirish pulni yo'qotmaslikdan tashqari vaqt va sog'liqni ham asraydi. Yana bir misol. 1925 yilda tug'ilgan ayolning mehnat daftarchasida familiyasi turmushga chiqishdan oldingi holatda yozilgan. Pasportda esa erining familiyasi. Nikoh guvohnomasi yo'qolgan. Pensiya tayinlanganda bu masala hal qilingan bo'lishi mumkin. Lekin yangi elektron solishtirishda eski familiya bilan yangi familiya bog'lanmasa, qo'shimcha hujjat talab qilinadi. Bunday ayollar fodayodan nikoh qaydi haqida ma'lumotnoma olish kerak bo'lishi mumkin. Ko'pchilik bu 4 yil oldingi narsa, endi nima keragi bor deydi. Lekin tizim uchun shaxsning bir xil odam ekanini tasdiqlash zarur. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, tekshiruv hamma uchun bir xil ko'rinishda bo'lmaydi. Kimdandir hech narsa so'ralmasligi mumkin, chunki uning ma'lumotlari tizimda to'liq. Kimdandir faqat bank kartasini yangilash talab qilinadi. Kimdandir shaxsni tasdiqlash uchun kelib ketish so'raladi. Kimdandir esa ish staji, nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik yoki ustama to'lovlar bo'yicha qo'shimcha hujjat talab qilinishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, pensiya turi muhim. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa yoki boshqa qo'shimcha to'lovlar alohida tartibga ega bo'lishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiyada ko'proq staj va ish haqi ma'lumotlari ko'riladi. Nogironlik pensiyasida tibbiy xulosa va muddatlar muhim. O'quvchisini yo'qotganlikda esa qaramog'ida bo'lgan shaxslar, o'qish hujjatlari, yosh chegarasi kabi masalalar chiqadi. Uchinchi nozik jihat, chet elga chiqib ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda yashayotgan bo'lsa, ayrim hollarda tiriklikni tasdiqlash, bank orqali olish tartibi, ishonchnoma yoki yashash joyi bilan bog'liq savollar paydo bo'ladi. Men bunda oilalarga maslahat beraman. Otam yoki onam chet elda, lekin pensiya kelib turibdi deb jim yurish emas, rasmiy tartibni aniqlashtiring. Chunki keyin bir necha oylik to'lov bo'yicha savol tug'ilsa, isbotlash qiyinlashadi. 4-nozik jihat, ortiqcha to'langan pensiya. Ba'zan tekshiruv natijasida pensionerga ortiqcha pul to'langan deb topilishi mumkin. Bu har doim pensioner firibgarlik qildi degani emas. Masalan, odam ishga kirganini bildirmagan
lekin uning oladigan ayrim nafaqasiga ish holati ta'sir qilishi mumkin yoki nogironlik muddati tugagan, lekin ma'lumot kech yangilangan yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishini tugatgan, lekin hujjat yangilanmagan, natijada ortiqcha to'lov hisoblanadi. Bunday vaziyatda summa birdan talab qilinadimi? Bo'lib ushlanadimi? E'tiroz berish mumkinmi? Bularni hujjatga qarab aniqlash kerak. 5-nozik jihat: firibgarlar. Tekshiruv haqida gap ko'paygan paytda firibgarlar ham faollashadi. Ular telefon qilib, pensiyangiz to'xtaydi, kartangizni tekshiramiz, SMS kodni ayting, plastik raqamini yuboring, biz hujjatingizni tezlashtirib beramiz deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman, hech kimga SMS kod bermang, bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini aytmang, pin kodni aytmang. Telefon orqali kelgan shubhali havolalarga kirmang. Rasmiy idora sizdan telefon orqali bank parolini so'ramaydi. Agar sizni pensiya bo'limiga chaqirishsa, rasmiy manzilga boring. Agar xat yoki qo'ng'iroq shubhali bo'lsa, o'zingiz mustaqil ravishda pensiya bo'limining rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. 6-nozik jihat: hujjatdagi kichik xato ham katta muammo beradi. Masalan, tug'ilgan sana indiki 1904 o'rniga 22 1954 yozilgan bo'lishi mumkin. Ism Murod o'rniga Murad bo'lishi mumkin. Otasining ismi bir joyda Karimovich, boshqa joyda Karim o'g'li yozilgan. Lotin va kiril yozuvidagi farqlar ham uchraydi. Bunday xatolarni vaqtida tuzatish kerak. Shu ham muammomi demang. Elektron tizimlar aynan bunday farqlarni alohida shaxs deb ko'rishi mumkin. 7-nozik jihat: meros va vafot etgan pensioner masalasi. Katta yoshdagi inson vafot etganidan keyin o'ylasa, ba'zan pensiya kartasida qolgan pulni ishlatadi yoki kelgan to'lovni yechib oladi. Bu juda ehtiyotkorlik talab qiladigan masala. Vafotdan keyingi to'lovlar bo'yicha qonuniy tartib bor. Agar tizimga ma'lumot kech tushsa va ortiqcha to'lov bo'lsa, keyin oila a'zolaridan qaytarish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bunday holatda FHDYO, pensiya bo'limi va bank bilan rasmiy tartibda ish ko'rish kerak. Endi eng muhim qism: siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman, chunki tartib bilan qilsangiz ko'p muammolarning oldini olasiz. Birinchi qadam: shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qilyaptimi? Undagi ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHR raqami to'g'rimi? Yashash manzilingiz hozirgi holatga mosmi? Shularni ko'ring. Agar pasport muddati o'tgan bo'lsa yoki ma'lumot eskirgan bo'lsa, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiling. Ikkinchi qadam: pensiya hujjatlari papkasini tayyorlang. Unda pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjatlar, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, diplom yoki harbiy xizmat hujjatlari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha xulosalar, bank rekvizitlari nusxasi bo'lsin. Hamma hujjatning aslini alohida saqlang, nusxalarni esa alohida papkaga qo'ying. Uchinchi qadam: bank kartangizni tekshiring. Kartaning muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma qaysi raqamga ulangan? Karta bloklanmaganmi? Pensiya tushadigan hisob faolmi? Bank ilovasida yoki bank filialida tekshirtiring. Agar pensionerning o'zi yura olmasa, qonuniy vakil yoki ishonchnoma masalasini oldindan hal qiling. Ishonchnoma muddati tugashiga 1 oy qolganda yangilashga harakat qiling. 4-qadam: pensiya bo'limi bilan aloqani aniqlashtiring. O'zingiz yashaydigan tuman yoki shahar pensiya bo'limining manzili, qabul kunlari, telefon raqami, mas'ul xodimlar haqida ma'lumot oling. Agar sizga xat kelsa yoki qo'ng'iroq bo'lsa, vahima qilmang, lekin e'tiborsiz ham qoldirmang. Qaysi hujjat so'ralayotganini yozib oling. Topshirish muddatini so'rang. Hujjatni topshirganingizni tasdiqlovchi qayd yoki ro'yxat raqamini olib qo'ying. 5-qadam: agar xatolik topsangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, JSHR raqamingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo mazmuni aniq yozilsin. Masalan, pensiya to'lovim kechikayotgani sababli, sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va hujjatlarimni tekshirib, to'lovni tiklash choralarini ko'rishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizani topshirsangiz, kirim raqamini oling. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. 6-qadam: farzandlar va yaqinlar yordam bersin. 89 yoshli ota-onalar ko'pincha idora yurishga qiynaladi. Farzandlar pensiya o'zi keladi deb o'ylamasdan, hujjatlarni bir marta tartibga solib bersin.
Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar uchun mahalla bilan aloqada bo'lish muhim. Agar odam yotoqda bo'lsa, uyga borib xizmat ko'rsatish imkoniyatlari, notariusni uyga chaqirish, vakillik hujjatlari haqida oldindan so'rab biling. 7-qadam. Hech qachon hujjatning aslini begona odamga bermang. Faqat rasmiy idora xodimiga, zarur bo'lsa qabul oynasida ko'rsating. Nusxa topshirilsa, topshirilgan hujjatlar ro'yxatini yozdirib oling. Men qilib beraman, tanishim bor degan odamlarga ishonib, pasport, karta, mehnat daftarchasini berib yubormang. Pensiya hujjatlari sizning moliyaviy huquqingizni tasdiqlaydi, ularni o'qish katta tashvish keltiradi. 8-qadam. Agar pensiya to'xtatilgan bo'lsa, avval sababini aniqlang. Darhol janjal qilish yoki ijtimoiy tarmoqqa yozishdan oldin rasmiy javob oling. Sabab bank kartasida bo'lsa, bankka boring. Sabab nogironlik muddati bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza bilan gaplashing. Sabab staj bo'lsa, arxivga so'rab bering. Sabab shaxsiy ma'lumotdagi xato bo'lsa, tegishli idorada tuzatish kiriting. Har bir sababning yechimi alohida bo'ladi. 9-qadam. Agar siz qarorga rozi bo'lmasangiz, e'tiroz bildirish huquqingiz bor. Pensiya kamaytirilsa, ortiqcha to'lov qaytarilsin deyilsa, staj tan olinmasa yoki to'lov asossiz ushlansa, yozma qarorni talab qiling. Qarorda sabab, hisob-kitob, huquqiy asos ko'rsatilishi kerak. Shundan keyin yuqori turuvchi tashkilotga yoki belgilangan tartibda sudga murojaat qilish mumkin. Men doim aytaman, qo'lingizda yozma hujjat bo'lmasa, huquqingizni himoya qilish qiyinlashadi. 10-qadam. Har oy nazorat qiling. Pensiya tushgan sanani, summani, bank SMS'larini yechib olingan pulni qayd qilib boring. Agar odatda 10 sanada tushadigan pul 15 sanagacha tushmasa, kutib o'tirmang. Bankdan boshlang, keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. Ba'zan muammo bir kunda hal bo'ladi. Ba'zan hujjat talab qiladi. Erta harakat qilsangiz yo'qotish kamroq bo'ladi. Azizlar, 1970-yildan 1935-yilgacha tug'ilgan pensionerlar uchun aytilayotgan yangi tekshiruvni vahima sifatida emas, tayyorgarlik signali sifatida qabul qilish kerak. Asosiy xavf pensiyaning o'zida emas, hujjatlarning eskiligi, ma'lumotlarning mos kelmasligi, bank kartasi muammosi, nogironlik muddati, ishonchnoma va arxivdagi chalkashliklarda. Kimning hujjatlari tartibli bo'lsa, odatda qo'rqadigan joyi yo'q. Kimda eski hujjat, familiya o'zgarishi, manzil almashishi, bank kartasi muddati yoki staj bo'yicha savol bo'lsa, hozirdan harakat qilgani yaxshi. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq pasportingizni, banknotangizni, pensiya papkangizni, mehnat daftarchangizni va aloqa raqamlaringizni tekshirib chiqing. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Bitta tartibga solingan papka, bitta yozma ariza va bitta vaqtida qilingan murojaat ko'p oylik asabiylashishning oldini oladi. Sizning hududingizda ham pensionerlarni hujjat tekshiruviga chaqirishyaptimi? Pensiya kechikishi, karta muammosi yoki staj bo'yicha savol bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, hujjat va ijtimoiy yordam masalalarini yana ham sodda qilib tushuntirib beraman.